Bugun Robloxda katta jang bo'ladi. Qatorami klonlarning yangisini boshqaring deb nomlanadi. Jang qilayotganmiz va bu uchun pul ishlashimiz mumkin va bazamizni kuchaytiramiz, jangchilarni trenirovka qildiramiz. O'yin qiziqarli deb o'ylayman, chunki 12 milliondan ko'proq marta kirilgan va 97% dan like bosgan. Biz ham like bosib qo'yamiz. Siz ham videoga like bosib qo'ying. Sizlarga kanaldagi bitta statistikani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni 80% dan ko'proq odamlar obuna olmasdan ko'rar ekan. Bu juda ham yomon. Obuna olmaganlar tezroq obuna ol, qo'noqchani yoq tashlang va tezroq 300 ming bo'lardik. Qani unda videoni boshladik. O demak boshlandi. Tayyorman. Bu meni bazam bo'lsa kerak. Иди и убей несколько врагов. Bor va bir nechta dushmanlarni o'ldir. O bu men jangga tayyorman. Musiqa lekin umuman jangga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda qandaydir nooblar yuribdi. Ha bu yoqqa yurish. O salom Vlins. O jangga ketdi. Yonida do'stlari bor. Men bir o'zim salom. Janglar. Voy, o'z avtomatik janglayapti. 100 dollar 100 yevro ishlab topdim. Bu yevromi, dollarmi? Ketdik. Ha mana endi musiqa jangga to'g'ri kelyapti. Keling, tayyorman. Ozgina trenirovka qilasam yaxshi bo'lardi. Hop, hopda ketdik. Sizlar juda ham ko'psiz, men bir o'zim. Bu adolatdan emas. Uy, jonim ketyapti. Yo'q. Proydoniy restoran, ya'ni 26 metr yugurdik va 218 yevro ishlab topdik. Продолжить. Hop, yevro emas, dollar deb ataymiz. Вы можете позволить себе деревянный меч. O'zimga dеревянный меч olishim mumkin ekan. Endi qo'l bilan emas, qilich bilan jang qilamiz. Bu meni vazam hozircha juda ham past, birinchi o'raven. Endi boshladik. Hop, nabrat. Salom kuznets. Открыть. Ochamiz. 500 dollar. Hop, 500 dollarga mech sotib oldik. Endi qo'limizda qilich bor. Ular juda ham ko'p edi. Bu adolatdan emas edi. Endi qo'limda qilich bor. Endi adolatdan bo'lsa kerak. Bularga qilich berilmasa kerak. Ketdik, yana bir marta jang qilib ko'ramiz. Тренируйте свой войско. Hop, o'zimni trenirovka qilishim mumkin ekan, lekin avval qilich bilan bir jang qilib ko'ramiz. Mana yaramaslar. Oldin kelib urib ketganingiz, darsdan so'ng maktab orqasida ko'rishamiz. Bu yoqqaga yaxshi. Sur 200 всплеск урона. 20 sekund 2 damage. Bu nima degani? Hop, ketdik, jang qilamiz. Jang qilishni davom etamiz. Pul ishlayapman. Mana yaramas nooblar. Mana, bir o'zim qanchasini qilib tashladim. Ha, menimcha urmadi. Продолжить. 1,5 ming dollar ishlab topdik. Endi bu yoqqa kuchaytirishimiz mumkin. Lager klonovания. Открыть. Maksimum. Yonimda endi klonlarim bor. Ya'ni do'stlarim, yuring do'stlar, sizlarga hozir ko'rsataman. Bu yoqda nooblar bor. Meni bir o'zimga hammasi qarshi keldi. Endi birgalikda jang qilishimiz kerak. O salom, yana bir bor nooblar. Voy, bular yana paydo bo'laverar ekan. Ketik. Mana 3-ga 1 bittalab keling. Bizlar juda ham ko'p trenirovka qilib keldik bu yoqqa. Hammasi bir o'zimga qarshi jang qilayotganda, endi 3tamiz. Bu endi sal bo'lsa ham adolat bo'ldi. Qo'limizda qilich va 3 ta odam. Let's go bolalar. Ehtiyot bo'lamiz. Qo'ldan kelguncha bu yoqqa keling, nooblar. Mana men ham jang qilyapman. O'zi avtomatik jang qilar ekan. Bosish shart emas. Вы можете позволить себе каменный меч. Proydoniy restoran 110 metr. Новый rekord. Yangi rekord o'rnatdik. Продолжить 2,5 ming dollar. Jangga chiqqandagi musiqa menga motivatsiya beryapti. Hop, bu yerni o'rganib olaylik. Bu meni bazam, оружейная. Bu yerni kuchaytsa bo'ladimi? Ha, 500 yevroga plus 40 jon olishimiz mumkin. 3008. Menda 3008 bor. Hop, keling birinchi 40 ni olib ko'ramiz. Yaxshi, seriya bu nima? Получить день первый. Золото получить. Katta rahmat. Birinchi kun uchun shunaqa 1.1x zoloto berdi. Ya'ni bu zoloto ekan. Ketik оружейная. Keyingisi требуется оружейная комната. Ha, bu yerda kuchaytirishimiz mumkin ekan. Level 1 dan level 2 ga o'tishimiz mumkin. Bu lekin 6000 dollar turar ekan. Hozircha qimmat. Bu yerda rank bor. Rank qanaqa? Lagerimizni 5-o'raven qilsak va 750 metr расстояние yursak, biz soldatga o'tishimiz mumkin ekan. Xo'p, lagerni ko'ramiz. Uroven hozircha 1-level. Ochil maksimum. Ha, 700 dollarga klonimizni ko'paytirib olamiz. Ikkinchi levelga o'tish bu 5000 dollar ekan. Ha, bu yevro, lekin 5000 dollar deyish qulay. Shuning uchun dollar deb atayman. Bo'ldi. X ketdik. Tayyormisizlar bolalar? Aytgancha bu yerda keyingi qilich qancha turar ekan ko'rib olamiz. 3,5 ming dollar bo'ldi. 3,5 ming dollar hozir ishlab kelamiz. Ketdik bolalar, jangga tayyormisiz? Bitta trenirovka olaylik. Yaxshi. Normalmi? Normalmi bo'lsa like bosib keting, yana ko'rsataman. Mana, hop, ketdik bolalar, vaqtni olmaymiz. Pul ishlash kerak, pul. 1, 2, tayyorlaning bolalar. 3 ketdik jangga. Ketdik. Menga epicniy musiqa kerak. Boshlandi. Yaxshi, ketamiz. Hozir qancha metr yurayotganini ko'rsatmas ekan. 750 metr yurishimiz kerak. Yaxshi, jang. Bo'ldi, o'ldiramiz. 1800 dollar, 1900, 2,5 ming. Вы можете улучшить лагерь клонов. Hop, hozircha shart emas. Yaramaslar o'ldirib ketdi. Lagerimizni kuchaytirishimiz mumkin ekan. Kiramiz. Ulchini 5 ga ha bo'ldi. Voy, endi bunga yetmay qoldi. 2, 1. Lagerimiz ikkinchi o'ramanga o'tdi, juda ham zo'r. Endi 4 ta klonimizni yaratishimiz mumkin ekan, lekin bu 1,5 ming dollar turadi. Hozircha meni pulim kamayib qoldi. Endi yolg'iz qahramon bo'lib jang qilib qaytaman. Nafrat, ketdik. Alisher, tayyormisan? Bu yoqqa keling, nooblar.
Sizlarni yengish juda ham oson, lekin yurgan sari kattalashib borar ekan bular. 440, menga 1,5 ming dollar kerak. Bu yoqqa kelaverasizlar. Bu yoqqa. Biroz unga qarshi chiqishga bular uyalmaydi ham. Bu adolatdan emas. Xo'p, qo'limda qilich bor. Bu adolatdan. Voy, atigi 56 metr yurdim. Xo'p, hozir yonimga ikkita do'stni olib olaman. 1 2 bo'ldi, ketdik bolalar. Voy, Venizning yonida 4 ta do'sti bor. Meni ham 4 ta do'st olish mumkin, lekin menga 1,5 ming dollar kerak. Yaxshi jang qilishni davom etamiz, pul ishlaymiz. Voy, bular nublar kattalashib ketdi. Keyingi bosqichga o'tishni o'ylayapman. Bu yerda boshqacha rang bor. Oy. Janga. Iltimos like bosib qo'llab turing. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ketdik. Uy do'stim, yolg'iz qoldik. Ehtiyot bo'l. Voy, bu qo'rqmas ekan, o'zimga o'xshagan. Projenerasi 138 metr yurdik va 3,5 ming dollar ishlab topdik. Bo'ldi, lager. Klonimizni maksimum kuchaytiramiz. Bo'ldi, yonida 4 ta do'stim bor. Keyingi qilish qancha edi? 3,5 ming dollar. Xo'p, keyingi qilish va keyingi bronaga pul ishlab topamiz. Bizga 6 ming dollar kerak. Noblar, tayyormisizlar? Bizlar endi 5 tamiz. Keling, birma-bir keling. Mana, atigi bitta o'dar bilan o'ldirib qo'yishimiz mumkin. Bu yoqqa. Bo'ldi, yuguramiz endi. Faqat tinmasdan to'g'riga. Salom qo'rg'onlar. Nima, biroz deb mensimayapsizmi? Hozir do'stlarni chaqiraman. Allo, bu yoqda katta jang boshlanmoqda. Endi-chi? Voy, uzr so'rayman. Aytgancha bizda endi 11 ming dollar bor. Biz qilich va bronimizni kuchaytirishimiz mumkin. Endi juda ham kuchli bo'lib boramiz. Оружие, уровень 1 kiramiz. 3800 dollar bo'ldi, olamiz. Keyingisini ochish uchun bizga level 2 kerak bo'ladi. Hozircha kuchaytirmay turamiz, chunki qilichimizni kuchaytiramiz. Qilichimiz endi 45 va 0.48 sekund bo'ldi. Уровень Lager Klonov 3-o'ringa o'tish uchun bizga 30 ming dollar kerak ekan. Biz qilich va bronimizni kuchaytirdik. Endi ko'ramiz qancha yurar ekanmiz. Ketdik, let's go bolalar. Bu safar seriozli jang bo'ladi. Keling noblar, juda ham oson. Atigi bitta o'dar bilan yiqitib ketyapmiz. Qilichimiz yangilandi. Oltin qilich va yo'q, qanaqa almazli qilich va almaz bronlarimiz bor. Bratishkalarni o'ldirib qo'ydik. Endi akalar kelyapti, katta bo'lib, ularni ham o'ldiramiz. Mening bitta ham jangchim bo'lmadi va keyingi bu ko'k rangga o'tishimiz mumkin. Yashil rang tugatib. Let's go. Juda ham oson. Akalarning qo'lidan hech nima kelmadi. O'zicha bratchiklarni qo'rqiyman deb kelgan edi. Bitta jangchim bo'ldimi? Yo'q, to'rttasi ham tirik. Hammasi tirik. Keyingi level. Bu qancha pul berar ekan? Mencha ko'proq pul bersa kerak. Zo'r. Atigi bittasini o'ldirganim uchun 500 dollar. Yaxshi do'stlarim, klonlarim bor. Aytgancha nimaga do'stlarim deyapman? Bu hammasi o'zim, ya'ni klonlarim. Bu rosa, ya'ni masofa bo'yicha rekord o'rnatamiz. Voy, o'ldirib oldi. Projenerasi 285 metr. Novi rekord va 18 ming dollar ishlab topdik. Endi Kuznesni keyingi o'ringa o'tkazishimiz mumkin. 6 ming dollar. Bo'ldi. Qurilish ishlari boshlandi. Buni ham keyingi o'ringa o'tkazamiz. 6 ming dollar. Klonlarni ovolay, hozir pul yetmay qolishi mumkin. Mana Kuznes, Оружие va Lagerimiz ikkinchi o'ringa o'tdi. Rivojlanishni davom ettiryapmiz. Yana klonlarni chiqarib pul ishlab kelish kerak. Maksimum Stalinmech keyingi qilishning o'rni 80 ekan, 20 ming dollar kerak. Hozir juda ham oson topa olamiz, chunki endi kuchayib ketdik. Keyingi bronani olish uchun 20 ming, ya'ni общий 40 ming dollar kerak ekan. Let's go bolalar. Tayyorman. A few moments later. Juda ko'p jang va qurbonlar bo'ldi, lekin bizda 250 ming dollar bor. Ya'ni biz endi hamma narsamizni kuchaytirishimiz mumkin. Kuznesga boramiz. Открыть Zolotoy mech. Hozir bizda Kamenniy mech bor. Uronimiz 45, Zolotoy mech 130 uron. 100 ga 1 2 3 olamiz. Bo'ldi, tayyor. Endi Оружиеga boramiz. Buni keyingi levelga o'tkazish qancha? 120 ming dollar. Xo'p, hozircha o'tkazmay turamiz. Zolotoy bron olamiz. Bizda hozir Здоровье 80, 200 ga o'tamiz 100 ga. Juda ham zo'r. Zolotoy bron oldik, ya'ni oltin shit va oltin qilich. Lager klonирование. Endi buni ham kuchaytirishimiz mumkin. 3-levelga o'tamiz va bizda endi 6 ta klon bo'ladi. Voy, qurilish boshlandi. Xo'p, hozircha 4 ta klonni olamiz va jangga kirishamiz. Endi oltin qilich va oltin bronimizni sinab ko'ramiz. Aytgancha bularga hozir motivatsiya berib yuboray. Biz o'z bazamiz va obunachilarimiz uchun jang qilishimiz kerak va ozgina pul ham kerak. Xo'p, ketdik bolalar, tayyormiz. To'g'ri, uncha motivatsiya bera olmayman. Voy, atigi bitta o'dar bilan hammasini o'ldirib ketyapmiz. Jonimiz ham juda ham ko'p va qilichimiz ham juda kuchli. Bu yerda Dimtion va boshqalar yuribdi. Ular bizlarga tegmasa kerak. Axir bir jamoadamiz. Yaxshi jangchilarimiz to'liq va jonlarimiz juda ham ko'p holda ko'k zonaga yetib keldik. Ya'ni bu diamond zona, menimcha endi ko'proq pul ishlashimiz mumkin. O'ldiramiz. Yaxshi, bu safar masofani yangi rekord qo'yamiz. Oldin 301 narsa edi. Hozir endi ko'ramiz. O'ldirib tashla. Hali bitta jangchim ham, ya'ni bitta klonim ham o'lmadi. O katta diamond zombilar kelishni boshladi. Hop, ularni zombi deb ataymiz. 60 ming dollar. Darrov 60 ming dollar bo'lib ketdi. Endi pul topish juda ham oson. Voy, faqat ikkalamiz qoldik. Olg'a. Ular urib qoldi. Hop, oxirgacha. Oy, ezilib olib qoldim. Novi rekord. 409 metr yurib tashladik va 72. Atigi bitta jangning o'zida 72 ming dollar ishlab topdik. Buni 3-o'ringa o'tkazish qancha edi? 120 ming dollar. Kuznesni ko'ramiz. 140 ming dollar va Lager 3-o'rin bo'ldi. Keyingi o'ringa o'tkazish 200 dollar ekan maksimum.
Bo'ldi, oldin 4 ta klon bergan dedik. Endi juda ham ko'pmiz. 6 ta klon. Olg'adan jangchilar juda ham tez rivojlanib ketyapmiz. Voy, biroz qoldim. Qoch bo'lakay. Voy, yana ezilib bo'lib qolaman. Bu yerga keyingi zonaga o'tishni xohlagandim, lekin o'lib qoldim. 456 metr. Bir jangning o'zida plus $100,000 ishlab topdik va yangi rekord. Продолжить. Kuchayishni davom etamiz. Endi kuznesni kuchaytirishimiz mumkin. Endi yangi qilich olish mumkin. 1 2 3 bo'ldi. Bu ham stроительство, qurish ishlari boshlandi. Shunaqa qilib ko'plab jang qilib, pul topib, rivojlantirishim kerak. Chunki mening maqsadim bu soldat, ya'ni soldat rangiga o'tish. Davom etamiz. 2,000 years later. Juda ham ko'p qonli janglar bo'ldi va $10 million yig'ib oldim. Lagerimni 5-o'ringa kuchaytirdim. Endi maksimum 10 ta klon olishimiz mumkin. Chiqamiz. Hozir sizlarga eng qimmat qilichni ko'rsataman. Ko'zingizga kiramiz. Eng qimmat qilich $40 million, 650 euro beradi. Menda esa 300 euroli qilich bor. Eng qimmat shitni ko'rsataman. Eng qimmat shit $38 million. Umuman оружиенini 4 hammasini kuchaytirib chiqdim. Endi rankimizni kuchaytirishimiz mumkin. Повышение ranka. Keyingi rank soldat rangiga o'tamiz. Juda ham zo'r. Voy, pulim 0 bo'lib qopti. Voy, avval qilichni olib keyin kuchaytirsam bo'lar ekan. Endi keyingi rank serjant ranki. $50 million 5-o'rin kuznesni kuchaytirishimiz kerak va 1,5 ming eng лучший расстояние, ya'ni 1,5 ming kilometr masofa bosib o'tishimiz kerak. Готов к ластроке. Hop, buni ochishimiz mumkin. Ochamiz. Bu qanaqa? Lager klonlarini 2. Kiramiz. Voy, bu ikkinchi klon qiladigan joy ekan. Chiqamiz. Endi 12 ta klon qilishimiz mumkin, lekin menda pul yo'q. Ozgina jang qilib kelamiz. Jangchilar tayyormisizlar? Bu yerda soldat rank deb chiqib turibdi. Ketdik, hozir qilichimni ko'rasiz. Shunaqa bitta o'darda o'ldirib tashlaymiz. Bular juda ham nublar, kichkina nublar. Ketdik. Bu yoqqa keling, qilichimni tatib ko'rasizmi? Mana. O yuribsizlar. Mana. Olg'a bolalar, vazirjini klonov. O, katta rahmat. Katta diamantlarni ham aytdiki bitta o'darda o'ldirib tashlayapmiz. Bular qanaqa bo'lar ekan? Bular ham shunaqa. O'ldiring bolalar. Let's go. $300 ming dan o'tib ketdi. Faqat pullarni topishni boshladik. Ehtiyot bo'lamiz bolalar. Lavaga ozgina qoldi. Bularni ham tez o'ldirib tashlaymiz. Voy, ehtiyot bo'ling. Skachuk skorstda yuguraman. Voy, birozib qolib qo'ydim. Birozib lavaga bormoqchi edim, lekin birozib qolib qo'ydim. O'lma. Yugur bolakay. Bu yoqqa keling, qochamiz. Juda ham tezman. Tegmang. Yaxshi o'tib ketaman. Rossiyani kuchaytirib o'tirib olish kerak. 1,5 ming kilometr. Voy, 891 metr. Hop, продолжить. 12 ta klonning barchasini olamiz. Endi menda 12 ta klon bo'ladi. Maksimum $111 ming. Обучение 12 войск. Hop, yerga turamiz. Bizda keyingi rank serjant ranki. Keling, serjant rankidan kuchaytirib ko'ramiz. Nima bo'lar ekan? 2,000 years later. Pulimga qarang, 128 million. Kuznesni keyingi o'ringa kuchaytiramiz. Atiga $25 million. Juda ham ko'p pul bor menda. Voy, 2 daqiqa turar ekan. Hop, chiqib 2 daqiqa kutamiz va serjant rangiga o'tamiz. Serjant rangiga o'tsak, bu zdaniyani ochishimiz mumkin. Buning uchun bizga 50 million bor. 1,5 ming kilometr Rossiyani bosib o'tdim va kuznes 5-o'rin tayyor bo'lsa bo'ldi. Serjant rangiga o'tamiz. Voy, kuznes ulchishda 5-o'ringa o'tdik. Вы можете повысить свой ранг. Rangimizni kuchaytirishimiz mumkin. Ketdik, darrov kuchaytiramiz. Juda ham ko'p. Voy, soldat. Serjant rangiga o'tdik, lekin 100 million pulim kuyib ketadi hozir. Kuyib ketdi. Esimdan chiqib qoldi. Bo'lmasa qilichlarni ovolardim. Готовка расположка. Buni ochamiz. Menda pulim 0. Bu qanaqa laboratoriya? Kiramiz. Bunda nima qilish mumkin? Bir sektor 50% urin klonib 500 mingga. Bu yerda qilich va shitlarni kuchaytirishimiz mumkin mencha. Juda ham zo'r. Bu o'yin menga juda ham yoqdi. Ya'ni bazamizni va serjantlarimizni polni qanaqa serjant bazamiz va klonlarimizni juda ham kuchli qildik. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib, qanchani yoqib tashlang. Sizlar bilan Aysha edi. Keyingi videoda ko'rishguncha. Xayr.